qishloqlar, qaranglar, mana vulqon kelganda shu yerga yaqinlashib bormoqda. Biz esa tezroq harakat qilishimiz kerak. Kompot, biz esa tezroq bunker. Sportga stavka, kazinolar, pokerlar va boshqa shunga o'xshash tavakkal o'ylar 1xbetda. Kommentardagi stavka orqali boshlang'ich depozitingizni $100 oling. Omadingizni sinab ko'ring. Qurishimiz kerak. Da, to'g'ri. Qaranglar, biz tezroq bunker quramiz. Lekin bunker tayyormi sizlarda? Kompot, bunker tayyor. Ishonmasang o'zing borib ko'rsang bo'ladi. Merdi uyini oldida. Ha, unda yaxshi, lekin biz tezroq harakat qilishimiz kerak. Balkim u juda ham kattalab portlashi ham mumkin. Kompot, lekin bu gaping ham to'g'ri. Shuning uchun tezroq harakat qilishimiz kerak qishloqlar. Shuning uchun qani bo'lmasa bir borib ko'raylikchi, yuringlar, unda hammamiz birga boramiz. Qani yuringlar, xo'sh, yaxshi, qani. Oh, bu yerga yaqinlashib qolibdi, o'zi meni uyi ham yonib ketayotgan ekan. Qani kirib keling, qani. Nima? Bo'ldi, bor yo'g'i shumi? Kompot, bor yo'g'i shu. Nima buncha kichkina, axir bu yerda qanday tura olasiz? Axir biz bu yerda tiqilib necha kun qolishimizni bilmaymiz-ku. Kompot hech nima qilmaydi. Balkim sen chiqib ketarsan. Nima? Yo, mayli-da, qaranglar. Axir buncha qishloqqa va men bo'lsam, qani bu yerda sig'amiz? Axir juda ham bu yer kichkina-yu. Kompot seni bilmadiku, bizga bo'laveradi. Qishloqlar, o'zlaring bilasizlar-da, lekin men buncha maydagina bunkerni maslahat bilan kattalashtirish kerak, afsuski. Sizlar esa maydagina kichkina qilib qo'ygansizlar. Bu yerda na turib bo'la oladi, axir hamma dimiqib bo'lib qolishi ham mumkin. Axir juda ham issiq bo'lsa lava ham temir qizishi mumkin. Kompot hech nima qilmaydi. Qishloqlar. Sizlar aqldan ozib qolgansizlar. Xo'sh, tushunmaysan. Ha, nimadir bo'ldi. Boshlandi. Vulqon boshlandi. Tezroq hamma bunkerga kirsin. Tezroq. Men sizni hozir ko'rishim kerak. Tezroq hamma bunkerga kirsin. Jin ursin, yana yaqinlashib qolibdi. Oho, bu demak bu portlaydi. Shuning uchun biz tezroq harakat qilishimiz kerak. Nima? Hammaga salom, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangi videoyimga. Do'stlar, qaranglar, ko'rasizlarmi? Axir bizda qishlog'imizda juda ham katta vulqon paydo bo'ldi va endi bu portlashi mumkin. Shuning uchun biz tezroq harakat qilmasak bo'lmaydi. Bu yerda qishloqlar uylari ham bor edi. Afsuski endi yo'q u uylar. Qishloqlar oldiga borishim kerak. Qishloqlar, eshik ochinglar, tushunmayapman. Eshik ochinglar. Kompot, balkim sen tashlarda qolasan. Sen axsa bu yerda sig'maysan. Umuman bu yerdan ket, tushundingmi? Hali ko'rasizlarda hammaylar jinosenlardi. Senlar meni haydab yubording. Hali ko'ramiz. Men nima qilsam ekan? Axir men o'zimga bunker qurishim kerak, lekin hali qurmaganman umuman. Mana hattoki огородlar lavaga aylangan, suv emas. Demak, vashim juda ham yaqin. Bu yerlarga ham lava og'ib, men uylarim va bu yerlarda ham yo'q qilib yuboradi. Mana огородlar esa lava bilan to'lib yotibdi. Hattoki ana yerda suv bor edi, ammo lekin u yerda ham lava bor. Men nima qilishni bilmayman. Shuning uchun men tezroq o'zimga bunker qurishim kerak. Qani, mana shu yerdan yuramiz, yaxshi. Mana shu yerda bu yergacha kelguncha ancha bor. Men tezroq harakat qilsam bo'ladi. Bu yerga keladi. Nima? Jin ursin. Bu yerda ham lava. Yo, men endi qani bunker quraman? Endi demak yerda ustidan bunker qurishim kerak. Jin ursin. Qanday bo'lmasin tezroq men harakat qilishim kerak. Bu vulqon juda ham yaqin kelib qoldi. Do'stlar, men nima qilmoqchiman? Men albatta olmos olmoqchiman. Olmos orqali esa bemalol kattagina bunker qurib olaman bu yerda. Men esa endi skladga borib narsalarni olishim kerak. Men mana shu yerdan qursam bo'ladi. Men unda tezroq skladga borishim kerak. Mana shu yerdan aylanib borsam bo'ldi. Ishqilib sklad yo'q bo'lmagan bo'lsin, qanday bo'lmasin, qishloqlar esa esida yo'q. Nima? Qani? Axir bu yerda qishloqning uyi va bu yerda sklad bor edi. Sklad yo'q endi. Jin ursin. Bu vulqon to'sib qo'ygan. Yo'q, endi afsus. Endi nima qilaman? Shaxtaga borib afsuski olib kelayin desa, umuman bo'lmaydi. Shaxtaga juda ham katta vaqtim ketadi. To'xtanglar. Balki meni uyimda ko'rinmas sandiq bor edi. O'shanda bo'lsa-chi, men tezroq qanday bo'lmasin ko'rishim kerak. Nima bo'lmasin. To'xtanglar, men kirib hozir mana shu yerda kerka bilan qani sindiraman va sandig'imdan o'zi olmoslar bo'lsin-da. Agar olmoslar bo'lmaydigan bo'lsa, afsus, men bu yerda o'lib ketaman. Men ko'rishim kerak, qani u yana juda ham katta yashyapti. Demak, bu portlaydi hozir. Men tezroq harakat qilishim kerak. Qani, unda men tezroq hamma narsalarni olib olaman. Keyin esa kamerani yoqaman. Men hamma narsani olib oldim. Bo'ldi. Men endi tezroq qanday bo'lmasin harakat qilishim kerak. Vulqon juda ham yaqinlashib, portlashni boshlaydi demak, oz qoldi. Men tezroq harakat qilishim kerak. Vulqon otilishni boshlayapti. Men tezroq harakat qilishim kerak. Qanday bo'lmasin tezroq. Men bu yerga bloklar qo'yaman. Olmos bloklarni qayerga qo'ysam, mayli, majburman endi. Ammo lekin olmoslar juda ham menga yoqardi.
Tezroq qana bo'lmasin, tezroq bu yerga olmos qo'yaman. Mana shunday, bu yerga mana bunday, mana bu yerga ham, bu yerga ham mana bunday, mana bu yerga mana shunday chiroyli qilsam bo'ldi. Men endi bu yerda nechta kun qolaman bilmayman. Shuning uchun qana bo'lmasin, tezroq harakat qilishim kerak. Yaxshi. Mana shunday, mana bu yerlarga ham demak u otilishi mumkin. Men tezroq harakat qilishim kerak. Juda ham tez. Bu oynalar esa juda ham yordam beradi. Umuman lava o'tkazmaydi. Mana shunday bu yerga bloklarni qo'yaman. Tezroq qo'yishim kerak. Mana bu yerga ham. Shuning uchun videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Qani bu yerlarni ko'ring. Nima? Jin ursin. Axir bu yerda ham lava, qanday bo'lmasin tezroq harakat qilishim kerak. Mana shunday, mana bu yerga olmoslarni qo'yaman. Mana bo'ldi. Yaxshi. Endi shuning uchun men endi tezroq hozir oynalar va ustini yopaman. Ustini esa mana bu yerda bunday to'g'rilab olaman va endi ustini platalar bilan qo'yib chiqsam bo'ldi. Yaxshi, bu yerni sindiraman. Bu yerda ham sindirishim kerak. Bu yerga oynalarni qo'yaman. Mustahkam oyna. Umuman sinmaydi osonlikcha. Yaxshi, mana shunday bu yerga olmos va endi plitalarni qo'ysam bo'ldi. Mana hozir borib plitalarni olib kelaman. Tezroq, qanday bo'lmasin, tezroq borishim kerak. Tezroq mana men olib keldim. Endi buni ustini yopib chiqsam juda ham yaxshi bo'ladi. Mana shu yerga, mana bu yerga bunday, mana bunday, mana bu yerga ham bo'ldi, tayyor. Endi esa men bu yerda ham aylantirib chiqaman, qo'yib chiqaman. Nimaga? Chunki yaxshi chiroyli bo'lib turish uchun. Menga qanchalik chiroyli bo'lsa shunday yaxshi bo'ladi. Men tezroq hamma yoqqa aylanib qo'yib chiqsam, bu yerga esa olmos eshikni qo'yaman. Bu yerga esa tugma kirish uchun va buni ochish uchun yaxshi. Bo'ldi, tayyor. Endi men tezroq aylanib qo'yib chiqsam bo'ldi. Mana bunday, mana bo'ldi. Va nihoyat tugadi. Nima? Lava otilishni boshlayapti. Men tezroq harakat qilishim kerak. Men unga ahamiyat bermabman. Axir endi nima bo'ladi? Men tezroq hozir kravat va narsalarni olib kelishim kerak. Men tezroq uyimga borayin. Afsus, hozir men uyim yonib ketdi. Uyim yonishni boshladi. Jin ursa, men tezroq uyimga borishim kerak. Lava hozir otiladi. Bu esa bu yerda ham lava yo'q qilib yuborishini bilmayman. Shuning uchun men tezroq harakat qildim. Ishim kerak. Sal qoldi. Tushib ketganimda men o'lgan bo'lardim. Men endi tezroq kiraman va bu yerga hamma narsalarni qo'yishim kerak. Xo'sh, kravatni qayerga qo'ysam ekan? Qayerga? Ekonom qilamiz. Mana bu yerga, yaxshi. Bu yerga esa pechka va mana bu yerga olmosli sandiq. Kompot nimaga kerak desalar, yo'q, adashasiz. Boshqa sandiq bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu juda ham ichi kattagina. Va xohlagancha narsa solsam bo'ladi, olmosdan ham. Xo'sh, endi men nima qilaman? Boshlanyapti, jin ursin. Men hozir stollarni qo'yishim kerak kompyuter uchun. Yaxshi, men tezroq harakat qilaman. Bu yerga stollarni qo'yaman. Mana bo'ldi. Bu yerda kompyuterimni keyinroq qo'yaman. Notebookimda, bu yerga esa kitob o'qish uchun kitob javon qo'ydim. Men faqat kompyuter emas, men kitoblarni ham o'qib turaman. Qani bu yerga stolni qo'ysam va bu yerga notebookim mana shunday va bu yerga telefon nimaga kerak? Qishloqlar bilan gaplashtirish uchun. Ularga nima ahvol bo'lgan bo'lishi mumkin, bilmayman. Balki qishloqlarga telefon qilib ko'rishim ham mumkin. Bu yerga esa kresloni qo'yaman va mana bu yerga verstak va bu yerga esa yoritqich. Yaxshi, bo'ldi, tayyor, hamma narsam tayyor. Endi esa bu yerga muzika eshitishni bu yerga qo'yib qo'ysam, mana bu yerga esa buni kamerani qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, tayyor. Endi esa bu yerda televizorni qayerga qo'ysam ekan? Televizorda. Eng zo'ri telefonni olib tashlayman-da, bu yerga televizorni qo'yaman. Telefonni esa boshqa joyga qo'yaman. Yaxshi.
yaxshi kompyuter televizorda olayin. Nima bo'ldi? Tushunmayapman, nimadir bo'lyapti. Qani qayta? Qani ochib ko'ring eshikni. Qani, yo'q, nima bo'lyapti? Tushunmayapman. Axir hamma uylar yonib ketyapti. Men tezroq uyga kirib olishim kerak. Bo'ldi. Men hamma narsani tezroq saqlab olaman. Bo'ldi. Afsus, gilamni olishim kerak va gilamni qo'yishim kerak. Hammani men bir chekka turishim kerak. Qani nima bo'lmasa ham oynalarim bardosh berish kerak. Bo'lmasa sinib ketsam ham o'lishim mumkin. Shuning uchun tezroq gilamlar qo'yib oldim va bo'ldi. Men endi kutishim kerak faqat bo'ldi. Tezroq qani bo'lsa, jinosan oynalar oq rangga tusga oldi. Nima bo'lsa, nima? Tushunmadim. Eshik bu yoqqa surilib qoldimi? Nima bo'lmasa eshik ochilib ketmasin, bo'lmasa men o'lishim mumkin. Oynalar bardosh bersa bo'ldi. Tushunmadim. Bo'ldi ustilar nimadirlar bo'lyapti, tushunmayapman. Nimadir g'alati hamma narsa. Men nima kutishim kerak, xolos bo'ldi. Lava og'ib ketyapti. Nima bo'lsa ham men tirik qolishim kerak. Qanday bo'lmasin tirik qolishim kerak. Men esa qishloqlarga ham telefon qilishim kerak. Qanday bo'lmasin. Men nima kutishim kerak. Qani bo'lmasa bu yerda turaman. Buni sindirsam ekan? Yo'q, sindirmayman. Yaxshisi bu shu yerda turaversin. Eng yaxshisi. Bo'ldi, men hozir telefonni olaman. Qishloqlarga telefon qilaman. Ularda nima bo'lgan ekan? Telefonni bu yerga qo'yaman. Yaxshi, qishloqlarga telefon qilaman. Afsus, antenna ham yo'q bu yerda. Qishloqlarga biron narsa bo'lgan bo'lsa-chi, axir ularda bunker temirdan edi. Nima bo'lsa ham hech nima bo'lmagan bo'lsa-ku yaxshi. Men bu telefonni endi yana joyiga sandiqqa qo'yib qo'yishim kerak. Bo'ldi, endi men bu yerda kutaman. Hamma narsa o'tib ketguncha kutishim kerak, qanday bo'lmasin. Shuning uchun do'stlar, videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz hozirda bitta obunachimiz bor. Shuning uchun tezroq 10 ta va keyin 100 ta bo'lishimiz kerak. Iltimos, shuning uchun tezroq obuna bo'linglar. Bu esa olmoslar va derazalar yordam beradi. Shuning uchun obuna va like bosinglar. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Qanday bo'lmasin. Iltimos, shuning uchun obuna va like bosing. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Xayr.